Men ikkita murabbiyni aytaman. Ochig'ini aytaman, xafa bo'ldim men. Kimdan? Bittasi Islom Ismoilov. Ikkinchisi Neftchining U18 jamoasi treneri, mana hozir bunyodkorman shartimizda o'shandan. Men chunki maydonda men ularni o'zini qanaqa tutishini ko'zim bilan ko'rganimligim uchun shunaqa qarorga keldiki, kiritish kerak edi. Bittasi misol uchun Islom. Endi odamchi bu darajada bo'lish kerak emas. Qaysi ma'noda aytaman? U21 o'yini ketyapti, ko'rib turibmiz. Eng zo'r chempionat U21 o'zida o'zi. Zo'rda, odamlar treneriga yoqaman deb boshqa o'ynayapti. U18 komandasidan o'yinchi kelibdi Turonga. Yosh bola keldi-da, U21 ga xursand keldi. O'yinni boshdan oxirigacha haqorat qildi hali bolam. Bu qatdan kelib qolgan o'zi, Bashiringa bunaqa 18 yoshli bola sindi o'tdi. Bitta o'yinda. Bitta o'yinda sindi. O'zini murabbiydan biz o'tiribmiz, boshqalar o'tiribdi, muxlis o'tiribdi, ko'p bo'lmasa ham to'g'rimi? Shuncha bolani oldida u bolani shu darajada haqorat qilib tashadi, misol uchun. Qanaqa futbolist bo'ladi u bola? Psixika ketdi. Razivalkaga kirganda kamar bilan urmaysanmi kerak bo'lsa? Hech kim ko'rmasin. Bolani sen shunaqa tarbiya qilgan, lekin sen o'zingni mana misol uchun trener emasman-ku, lekin meni ham bir qo'limda ishlaydigan odamlarim bor-da. Men o'zimning bolalarim bilan Ufaga borganda, boshqa yoqqa borganda shunaqangi gaplashamanki, boshqalar ham meni bolalarimdan o'ylashib gaplashishi kerak-da. Misol uchun qanaqa aytsa bo'ladi? Hurmatini joyiga qo'y. Ha. Sani qattiq qo'lligingni boshqa joyda bilsin, lekin qolgan joydachi senga mehr bo'lsa-chi, misol uchun Labanovskiylar boshqalar qanaqa bo'lgan? Jim o'tirgan o'yin paytida. Razivalkada nimalar qilib tashamagan misol uchun. Qani shunaqa narsa? Nima bor hammani oldida publikaga o'ynab, ani bolani onasi ham qolmadi, unisi ham qolmadi, qaytib ko'rmaysani bo'tdi dedi. Birinchi marta keldi 18 yoshli bola. Nima kutib